Buni bilarmidingiz? Koinotdagi kosmik jismlar ham ovozga ega. To'g'ri, kosmos vakuum bo'lganini hisobiga u yerda ovoz yo'q. Lekin olimlar radio to'lqinlarini yozib olib, ularni tovushga aylantiradilar va shunday qilib biz kosmik jismlarning ovozini eshitishimiz mumkin. Masalan, qora tuynukning ovozi mana bunaqa. Bu ovozdan yaqqol qora tuynukning atrofida ulkan kuch bilan tebranayotgan energiyani payqash mumkin. Bir vaqtda ham chiroyli, ham qo'rqinchli Helix nebulani ovozini eshitishimiz mumkin. Uning ovozi ko'plarga qo'rquv hissini solgan. Nimagaligini tushuntirib o'tirish shart emas deb o'ylayman. Bizning quyoshimiz ham ovoz chiqaradi. Uning plazma tebranishlari kuchli vibratsiya sifatida eshitiladi. Keyingi ovoz qanday obyektga tegishli ekanligini aniq topa olmaysiz. Albatta, bu o'zimizni jigar. Uning magnitosferasi kosmik shamollar bilan to'qnashib, g'ayrioddiy kuyni yaratadi. Agar yana ko'proq shunday videolarni xohlasangiz, izohda koinot degan so'zni qoldiring. Vaqtingiz uchun rahmat.